Xo'p, Goldning jangini juda ham biz ko'rdik va Gold, Saturn, Tyson, Odilxonga o'xshayotgan jangchilar nima uchun bular tez ko'tarilib ketyapti do'stlar? Men to'g'risi, men bularning jangi haqida Instagramimda gapirganman, lekin bularning yana bitta qobiliyati bor. Mana shu qobiliyat haqida gaplashmoqchiman do'stlar bugun sizlar bilan. Xo'p, endi qarang, nima uchun Rossiya va O'zbekistonga pul yuborishni xohlaydiganlar uchun Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Yubor ilovasida siz yaxshi kurslarda dollar yoki rublda unga pul yuborishingiz mumkin, yoki so'mda yubormoqchi bo'lsangiz, Uzkart yoki Humo kartga past foizlarda bemalol pul yuborishingiz mumkin bo'ladi. Yubor ilovasini siz App Store yoki Google Play dan skachat qilib olishingiz mumkin, yoki videoni kommentariyasiga o'tamiz va o'sha yerda silka orqali o'tib skachat qilib olasiz. Hammaga Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Yubor. Topganingiz barakasi bilan. Gold tez ko'tarilib ketdi, Odilxon tez ko'tarilib ketdi, Tyson tez ko'tarildi, Saturn tez ko'tarildi. Nima uchun? Ular emotsiyasini yashirishni bilishmaydi. Men ulardan shu narsani o'rganyapman. Ya'ni qarang, men shogirdlarim chiqib O'zbekiston chempioni bo'ladigan bo'lsa yoki professional arenalarda chiqib yutadigan bo'lsa, qilayotgan jim, o'zingni bos, jim, o'zingni qo'lga ol. Bo'ldi, normalniy, spokойно chiqib ket. Raqibni hurmatini qilgan holatda, hurmatini qil degan ma'noda aytardim. Lekin bu harakatlarim mayli, men xo'p bizni karyeramiz sekin-sekin o'sha nima deyiladi, o'zini yaxshi joyga yetib boryapti, lekin shu ko'tarilishi kerak bo'lgan shogirdlarimiz hozirgi zamon talabini bajarayotgan vaqtida men ularni noo'rin to'xtatib qo'yganligimni sezdim va bundan keyin mana shu shogirdlarimni yana ham o'zini ko'rsatishga, jangdan keyin emotsiyalarini ochiqcha aytishga, ya'ni o'zini nima deyiladi, alohida xususiyatini, ya'ni muxlislar uni eslab qoladigan darajadagi xususiyatini ko'rsatishga qo'yib beraman muxlislar. Xudo xolisa shogirdlarimni. Endi tarbiya normasidan chiqmagan holatda. Mayli, masalan, men nima uchun Saturn boyagi bolalarni nima uchun men qo'llab-quvvatlayapman? Nima uchun? Qo'llab-quvvatlamasam ham, biz menikini qo'llab-quvvatlashga kirmaydi. Menga ularning harakatlari bir tomondan yoqib boryapti. To'g'ri, sportchi sifatida ularni qilayotgan harakati menga alam qiladi. Nimaga? Men xuddi shu bolalardek qishloqdan chiqqan, qanaqadir bir og'ir hayotni boshdan kechirgan, umrini sportga bag'ishlagan, lekin kamtar bolalar zo'r urishadi. Ulardan ham zo'r urishadi. Lekin kamtar bo'lganligi uchun uni ko'pchilik tonimaydi. O'shanaqa bolalar ko'tarilmay yuryapti-da, bular ko'tarilib ketib qolyapti, tez ko'tarilyapti. 10 yil, 15 yildan beri o'zini sportga bag'ishlagan bolalar qolib ketdi degan bir fikr keladi menga ham. Lekin ko'rib turibmanki, ularni mana bu bizani ko'tarilmay qolgan bolalarni ba'zi birlarning nomi chiqib ketishiga ham bizni to'sqinlik qilib qo'ygan joylarimiz bo'lgan ekan. Ya'ni ularga bilim jihatidan emas, o'zini emotsiyasini ko'rsatish, o'zini bir boshqacha tomondan xalqqa tanita olish qobiliyati borligini biz so'ndirib qo'yganligimizni men sezdim. Va bundan keyin xudo xolisa mana shu xatolarni to'g'rilashga harakat qilaman. Chunki xohlaymizmi, yo'qmi, bu xuddi shou biznesdagi gap. Tasavvur qiling, Gollivud aktyorlari kinoni zo'r qoyillatib qo'ygandan keyin ham premyerasiga alohida kiyimlarni kiyib kelishadi. Alohida kiyimlar, qanaqadir bir boshqacha kiyimlar, kallasiga domni qo'yib keladimi, qo'liga so'yilgan qo'ydi kallasini olib keladimi, bir baloni olib keladi do'stlar. Nimaga? Ajralib turish uchun. Hamma aktyorlardan ajralib turish uchun. Biz ham endi mana sana yo'l qo'yib berishimiz kerak. Sportchilar o'zini ko'rsatishga harakat qilsin. O'zini ko'rsatishga urinsin. Faqat yaxshi tomonlar. Bir-birini so'kib, onasidan, natsiyasini, qanaqadir millatini haqorat qilgan holatda emas. Mayli yurtni ko'tarishga va'da bersin, Saturnga o'xshab osma-osma va'dalarni bersin. Odilxonga o'xshab managi Zubayrani uraman desin, Taysonga o'xshab O'zbekistonning Taysonaman desin. Marhamat, Goldga o'xshab o'sha dostoyni mujiki o'zini, masalan, o'zi tarafdagi bunaqa o'zida fikrlaydigan, derskiy fikrlaydigan bolalarni o'ziga tortsa, marhamat. Endi bu narsaga to'sqinlik qiladigan bo'lsak, hamma skromniy bo'lsin deydigan bo'lsak, to'g'ri, O'zbekistonda biz ko'taramiz bir balo. Lekin chet el bu narsani o'sha ko'tarmay qoldi. Faqat O'zbekistonda taniqli bo'lib qoladi. Chet elda ko'tarila olmay qoladi bu xarakter bilan. Shuning uchun do'stlar, sizlarning fikrlaringizni kommentariyaga kutaman. Bir fikr bildirib ko'ringlarchi. Biza nima qilsak sportchilarimiz yana ham zo'rroq ko'tariladi. Qo'llab-quvvatlash zo'r. Nima deyiladi, o'zbekistonliklarni muxlislik qilishi zo'r, lekin yana nimalar qilsak bo'ladi sportchilarimiz uchun. Shular haqida gaplashamiz. Sog' bo'linglar.